Sahroyi bir ayolning o'g'ilchasi bor ekan. Undan zarar ko'rmagan biron kuni yo'q ekan. Qozondagi taomni tepib qochib ketar ekan, meshidagi suvini sepib qochib ketar ekan. Qarg'ar ekan bolasi. Qila olmasdan ipini qirqib ketganida u kir yoyganday ipini, "Voy ipimni qirqmagin. Qalbingga ilm to'lgur. Voy meshimni teshmagin. Ka'baga imom bo'lgur. Voy o'lmasam. Sichqon dumini kesmagin. Beozor bo'l, to'g'ri yur. G'arib yo'lini to'smagin. Ka'baga imom bo'lgur." Demas ekan, "Ha juvonmak, haromi maras o'lgur." Bitta ekan qarg'ishi Ka'baga imom bo'lgur. Niyat ketdi, vaqt o'tdi. Misli yil yosh shabboda shu onaning shu o'g'li imom bo'ldi Ka'baga. Ne shohi sultonlar orqasidan turib g'oz unga iqtido qilib o'qir edilar namoz. Duolar shum boladan chiqdi bir xush nafasli imom hofizi Qur'on Abdurahmon Sudaysi. Nazoratda insonning har so'z, har bir nafasi ibrat bo'lsin bizga bu Allohning mo'jizasi. Komil inson ko'rdingmi? Marhabo, balki ular ota-ona elidan duo olgan bolalar. Bolangizni qarg'amang.